can ask the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds. Atigi 300 ta oila. Aytilishi oson, a? Eshitilganda oddiy bir raqam, lekin ko'rganingizdek 300 ta oila bu mingdan ziyod insonlarning sizning ehsoningiz sabab qalbiga quvonch kirishi, qozoni qaynashi, qorni to'yishi. Biz Yurak Amri jamoasi ilk katta safarimiz 14-maydan 17-maygacha Qashqadaryoga yo'l oldik. U yerda mingdan ziyod insonlarga sizning ehsoningizni nafaqat oziq-ovqat, balki mehringiz va omonatingizni yetkazgani ketyapmiz. Biz Yurak Amri xayriya jamoat fondi Qashqadaryoga aynan shunday qalblarni qalbiga quvonch olib kirishlik uchun, nur olib kelishlik uchun, ularni orzularini amalga oshirishlik uchun yo'lga otlandik. Mana shu qalblarni ziyorat qilishni istasangiz, Qashqadaryodagi manzilimiz Kamandi prezddan o'tganda chap tomonda oziq-ovqat bazamiz joylashgan. Albatta keling, biz sizni kutamiz. Albatta shu mehrni bergani, shu mahsulotni taqdim etgani siz qashqadaryoliklar yonimizda bo'ling. Yetimlar, miskinlar, haqiqiy haqdorlar boshini mehr bilan birgalikda silaymiz. Blogerlar, mashhurlar va imkoniyat darajasida yordam bera oladigan xoh jismoniy, xoh moddiy jihatdan insonlar bizga qo'shiling va bizni safimizda aynan bunday qalblarga quvonch kirishiga sabab bo'ling.